Bitta mujikka Instagramga qo'ygan videosini ko'rgan yana bitta mujikka men ham videosini ko'rganimdan keyin u tavsiya qilgan mujikka men ham sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Asror Iskandarovning mana shu videolarini ko'rganimdan keyin men o'zimni ham profilimni eksperiment qilib ko'rishga qaror qildim. Hozir men zakritik profil qilib, aytganlaridek qilib, mana shu videoni sразу joylayapman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nima haqida aytayotganimni bilasiz. Zo'r lifehack o'rgatib qo'yaman hozir. Profiliga ancha vaqtdan beri kontent qo'ymay, lekin o'sha profilni yana yuritib ketmoqchi bo'lgan odamlarga Instagram algoritmiga refresh berib yuborishni o'rgatib qo'yaman. Yuritilmayotgan akkaunt nastroykasiga kiriladi. Profil agar professional akkaunt bo'lgan bo'lsa, обычный akkaunt o'tkaziladi va u profil zakrit qilinadi. Bir kun zakritik bo'lib turadi. Va profilni qaytadan ochib, agar o'sha личный profil bo'lsa, professional avtorskiy akkauntga o'tkaziladi. O'sha kunning o'zida kontent qo'yiladi. Statistikaga yengillanadi va xuddi shunaqa holatda qo'ygan kontentingiz birga chiqib ketish potensiali juda yuqori bo'ladi. Boks bo'yicha trenerimda xuddi shunaqa 8 mingtacha giveaway'dan qo'shilgan nakrutkali akkauntlar bor. O'sha profilni o'ziga kontent qo'yib olganmiz. Xuddi shu taktikani qilganmiz. Shunda profilga refresh berib turib, o'sha kunning o'zida bitta video chiqarib olganmiz. Bir kunda 1 million 300 ming prosmotr. Qo'r bo'lgan bo'lsangiz videoga like bosing-da, Instagramga kiring. O'xshadimi, o'xshamadimi javobini aytgan bo'laman. Profilga obuna bo'lib qo'ying, poddershka qilib turishingiz chiqmasin. Ha.